Короче, Farida degan mama ro'za lichkamga ugroza qilib yozib yuboribdi. Isbotla, bo'lmasa qamalasan deb. Shu SMS'ni o'qiganidan keyin halovatim yo'q, uyqum yo'q. Endi nima bo'lar ekan, qamalib ketamanmikin deb maytda nima qilishni bilmay. Mayli, oxirgi marta to'yib ovqatlanib olay. Shu naraka kirib ketadigan bo'lsam och qolib ketmaydi, ovqatlanib o'tiribman. Xullas, men buni temasini bitta video bilan yopib qo'ymoqchi edim, lekin o'ziga o'zi qildi. Farida, senga isbot dalil kerak bo'lsa, yetarlicha isbot dalil bor. Sen 3-eringdan tuqqan bolangni ismidan tortib, onangni qaysi shaharda yashayotganidan tortib, eringni bir qanaqadir ochgan baliqxonasidan tortib, O'zbekistonda aka-ukang bilan qanaqa problemalar bo'lganigacha bilaman. Ну, давайте meni kuzatadigan insonlarga interesli bo'lishi uchun bu haqida bitta tema gapirib beraman. Короче, bu Farida oldin o'zi fohishalik qilib yurgan. Bu 3-qarasi eriga qanday qilib tegib qoldi? Buni bitta Mohiy degan dugonasi bo'lgan. Ana shu dugonasi taklif bildiradi. Короче, Farida, давайте yigitimi Nuribanga borib nastroyeniyasini ko'tarib beramiz. Okey, borishadi. Borgandan keyin endi bu fohisha bo'lib ishlagan, o'qit ketdi. Haligi dugonasini yigitini ilashtirib oladi. Ilashtirib olgandan keyin dugonasini ugroza qilishni boshlaydi. Emchagini deydi. Aeroportga borib turib bosib qo'yaman deydi. Даже na prens qilib turib, shu qarasidan bitta bola ham tug'ib oladi. Unisi mayli. Короче, buni ustidan даже ikkita qiz lirika dori ichirib qo'yib, üstümüzde anaqa qildi, fohishalikka zo'lladi deb turib ustidan yozib beradi, короче, buni. Eng qiziq u qizlar ismi kim, hozir qayerda, bulargacha bilaman. Unisi ham mayli. 3-4 qiz menga telefon qilib aytdi, dokazatga beramiz deb keltirib ham berishdi bu narsani. Bu Farida nafaqat mama ro'zali bilan, hattoki farshivka dokument qilish bilan ham shug'ullanar ekan. Ya'ni qalbaki dokumentlar qilib yurar ekan bu. Xo'p. Faridishka. Senga maslahatim, sen birinchi zaявленияni yoz. Keyin qayerda dalil isbot keltirib berish kerak bo'lsa, men keltirib beraman. Ijolat bo'lma. Okay? Qizlarni yo'ldan urgan mama ro'za, bugun senni